universitet tomonidan berilayotgan imkoniyatlar, ularga berilayotgan bilimlar aynan ularning kelajakda muvaffaqiyatli kadr bo'lib yetishishida, o'z ishini ustasi bo'lib yetishligisida yordam berish uchun universitet doimo tinmay harakat qilib kelmoqda. To'g'risi, student union faoliyatidan juda ham hozircha ko'nglim to'q. Tartib, intizom o'z joyida bo'lsa, o'sish bo'ladi. Hurmatli rektorimiz, ya'ni Olimjon Alijonovich tomonidan juda ko'p yangi islohotlar qilinmoqda. Shu islohotlarning ichida University Points va Tutor Points. Buni faxrlanib aytsa bo'ladi, bu O'zbekistonda birinchi oliy ta'lim muassasasi ichidagi joriy qilingan tizimlardan bittasi. Albatta, har bir universitetda bu davlat yoki nodavlat oliy ta'lim muassasasi bo'lishiga qaramasdan, har bir universitetda o'ziga yarasha ichki tartib qoidalari, odob axloq kodeksi bor. Aslida talabani darsga qatnashishi birinchi navbatda o'zi uchun foydali. Darsga qatnashgan talaba o'sha darsda to'liq ma'lumot oladi o'qituvchidan. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizning bugungi podkastimizning ilk soni va bizni birinchi mehmonimizni umid qilamizki, yana ko'plab bizni doimiy mehmonimizga aylanadilar. Talabalar bilan ishlash boshqarmasi boshlig'i dekan Javlon Karimov. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ismoil, kattakon rahmat avvalambor taklif uchun. Ushbu podkast birinchi sonida mehmon bo'lib turganimizdan minnatdormiz. Endi ustoz, birinchi navbatda o'z haqingizda ozgina ma'lumot olishdan boshlasak, o'z haqingizda biroz aytib bersangiz. Demak, men asosiy o'qish faoliyatim 2011-yilda O'zbekiston Milliy universitetida matematika fakultetida boshlangan va 2015-yil ushbu fakultetni muvaffaqiyatli tamomlab, 2017-yilda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti matematika fakulteti matematika mutaxassisligi bo'yicha magistraturaga o'qishga kirganman va magistraturadan keyin magistraturani tugatish bilan darhol keyin doktoranturaga o'qishga kirib, matematik analiz ixtisosligi bo'yicha 2020-yilda muvaffaqiyatli PhD himoyasini qildim. Hozirda, demak, Ismoil aytib o'tganingizdek, Toshkent shahridagi Turin Politexnik universitetida talabalar bilan ishlash boshqarmasi boshlig'i dekan lavozimida faoliyat yuritib kelaman. Mana endi ustoz, bilamiz 2025-yil, 2026-yil o'quv yilida siz dekanlik faoliyatingizni boshladingiz. Endi bu faoliyat boshlaganingizdan birinchi navbatda tabriklaymiz, kech bo'lsa-da. Rahmat. Endi hozirgi maqsadlaringiz qanaqa? Qanday yangiliklarni kiritmoqchisiz bizni universitetimizga? Universitetimiz oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan bittasi bu albatta Toshkent shahridagi Turin Politexnik universitetini xalqaro darajada raqobatbardosh universitet sifatida tanitish hammaga. Va ushbu maqsad yo'lida demak, barcha universitet jamoasi birgalikda harakat qilib kelmoqda. Bu yerda albatta talabalarga universitet tomonidan berilayotgan imkoniyatlar, ularga berilayotgan bilimlar aynan ularning kelajakda muvaffaqiyatli kadr bo'lib yetishishida, o'z ishini ustasi bo'lib yetishligisida yordam berish uchun universitet doimo tinmay harakat qilib kelmoqda. Ustoz, hozir talabalar nomidan aytishim mumkinki, masalan, rahbariyat, aytaylik, administratsiya rusulda aytadigan bo'lsak va talabalar. Go'yoki biz ikki dunyoda yashayotgandek. Ya'ni ba'zan biz administratsiyani tushunmay qolamiz, ba'zida talabalar tushunmay qolishadi. Ya'ni bir-birimizda oramizda tushunmovchilik bo'ladi. O'qituvchi tomonidan shikoyatlar ham bo'ladi. Masalan, ba'zi o'qituvchilar ingliz tilida ozgina xato gapirib qo'yishadi yoki-da ba'zan aksentlarni tushunmay qolishadi. Shu bo'yicha qandaydir yechimlar bormi? Albatta, Ismoil, to'g'ri ta'kidlab o'tildi. Demak, o'zi aslida SU, ya'ni Student Union, talabalar ittifoqi aynan talabalar hamda universitet o'rtasida bog'lovchi ko'prik sifatida qaraladi har doim shu vaqtga qadar va aytib o'tilgandek, aynan ta'lim sifati, dars berish jarayonlari bo'yicha muntazam tarzda ustozlarimiz o'zlarining ustlarida ishlab kelishmoqda va bu dars jarayonlari hammasi demak nazorat qilib borilmoqda, darsning sifati nazorat qilib borilmoqda. Albatta talabalardan ba'zi bir feedbacklar, ya'ni kommentariyalar olinmoqda va shu bo'yicha tegishliligi bo'yicha ishlab kelinmoqda. Rahmat kattakon. Endi hozir gapingiz o'rtasida javob berayotganingizda Student Union haqida ta'kidlab o'tdingiz. Shu haqida biroz Student Union haqida fikringiz, hozirgi faoliyati haqida. To'g'risi, Student Union faoliyatidan juda ham hozircha ko'nglim to'q. Sababi ayrim talabalarimiz kelib, menga shu Student Unionda ba'zi bir kurslar ochilgani
va ushbu kurslar orqali ular o'z bilimini yanada rivojlantirib borayotganini ta'kidlab o'tishdi. Bu uchun rahmat ham aytib o'tishdi. Rahmatligingizni yetkazib qo'ymoqchiman, Ismoil. Shu podkast orqali ham. Demak, aynan bu talabalar biza kutgan natijani berishni boshladi. Ya'ni talabalarimiz darsdan tashqari vaqtida o'zlarining ustlarida ishlagan holda aynan sizlar tomonidan tashkil etilib bo'layotgan kurslarda qatnashib, yana ham qo'shimcha bilimlarni olib borishmoqda. Va bu baribir aytamizmi yo'qmi, qaysidir ma'noda ularga qo'shimcha imkoniyat yaratib bermoqda. Rahmat Kattagon. Endi men rus tilida aytadigan bo'lsak, kulminatsion savolga o'tmoqchiman. Ya'ni ko'plab talabalarimizni qiziqtirgan savol. Universitetimiz maqomi haqida. Universitetimiz demak, nodavlat xorijiy oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi va bu yerda demak barcha O'zbekiston Respublikasida amaldagi qonunchiliklarga, ta'lim to'g'risidagi qonunga hamda demak Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining qaror buyruqlariga bo'ysunadi. Agar Toshkent shahridagi Turin Politexnika universiteti nodavlat xorijiy universitetlar maqomiga, ya'ni turiga kirsa, bu yil, ya'ni 2025-2026 o'quv yilida eshikni tagida tutorlarimiz navbatchilik qilish holatlari bo'lmoqda har kuni va tutorlarga qo'shilib administratsiya ham turishibdi. Vot shu haqida nima deya olasiz? Chunki tutorlar tomonidan forma talab qilish holatlari bo'lgan. O'zi bir universitetda ma'lum bir forma bormi? Albatta, har bir universitetda bu davlat yoki nodavlat oliy ta'lim muassasasi bo'lishiga qaramasdan, har bir universitetda o'ziga yarasha ichki tartib qoidalari, odob axloq kodeksi bor. Xuddi shuningdek, Toshkent shahridagi Turin Politexnika universitetining ham odob axloq kodeksi bor va bu kodeksda bir nechta punktlar ko'rsatib o'tilgan va shu punktlardan biri, ya'ni talabalarning tashqi ko'rinishiga qo'yilgan talablar. Ya'ni siz aytib o'tganingizdek, formasiga, umuman tashqi ko'rinishiga va shu sababli ham hamma narsa birinchi navbatda men o'ylashim bo'yicha intizomdan boshlanadi aslida. Agar qoidalar o'z vaqtida to'g'ri ishlasa, tartib, intizom o'z joyida bo'lsa, o'sish bo'ladi. Shuning uchun ham aynan bizni maqsadimiz kimnidir jazolash yoki kimgadir ogohlantirish berish va hokazo emas. Bizning maqsadimiz aynan ularni tartibga chaqirish hamda kelajakda o'zlari kasb egasi bo'lgandan keyin o'z ishlarini topib ketishlariga ko'maklashish va shunga o'rgatib borish. Demak, bizda universitetimizda ilgari ham forma talab qilinadigan forma turi bo'lgan. Albatta. Albatta, bu talab avval ham bo'lgan, ya'ni odob axloq kodeksi tasdiqlangan o'sha moddalar bo'yicha avval ham bu talablar bo'lgan. Demak, hozirda forma masalasi biz oydinlik kiritdik. Endi ikkinchi bizni qiynayotgan yoki qiziqtirayotgan masala bu NB masalasi. Ya'ni dekanatni ham qiynaydi, tutorlarni ham qiynaydi masala. O'zi qancha dars qoldirish soati ruxsat berilgan va tartibi qanaqa buni? Albatta, bu yana oldingi savolga o'xshash qaytib kelsam bo'ladi. Ya'ni tartib, intizom, yurish turish qoidalari va hokazo va bu narsalar hammasi universitet bilan talaba o'rtasida tuzilgan shartnomada ham ko'rsatib o'tilgan. Yuridik kuchga ega bo'lgan shartnomada ko'rsatilgan, ya'ni 74 soatdan ortiq dars qoldirgan talaba bilan bir tomonlama shartnomani bekor qilish huquqiga ega universitet. Ya'ni talabalar safidan chetlatish huquqi bor. 74 soat degani, ya'ni hammaga tushunarli bo'lishi uchun bu 37 para bo'ladi. 37 para darsni sababsiz qoldirgan talabalarga nisbatan. Albatta, insonmiz, hammamiz qanaqadir sabab bo'lishi mumkin, kasallik va hokazo. Ya'ni shunga o'xshash holatlarda aynan shu sababini, ma'lumotnomasini keltirgan taqdirda bu narsa demak qo'llanilmaydi. Rahmat Kattagon. Mana hozirda hurmatli rektorimiz, ya'ni Olimjon Alijonovich tomonidan juda ko'p yangi islohotlar qilinmoqda. Shu islohotlarning ichida University Points va Tutor Points. Buni faxrlanib aytsa bo'ladi, bu O'zbekistonda birinchi oliy ta'lim muassasasi ichidagi joriy qilingan tizimlardan bittasi. Endi bu point biz bilamizki, GPA'mizni yaxshilashga, ballarimizni yaxshilashga xizmat qiladi va studentlarimizni, ya'ni talabalarimizni motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi. Endi shu bilan bir qatorda ayrim muammolarga duch kelmoqda. Ya'ni o'tgan yili yoki bu yil tutor pointslarni vaqtida qo'yilmagan holatlari bo'ldi. Shu haqida fikringiz nima, qanaqa? Bu pointlar sistemasi bu yildan qanaqadir o'zgartiriladimi?
Demak, pointli sistemasiga keladigan bo'lsak, aytib o'tganingizdek, demak bu kabi tizim hozircha unikal deb ayta olamiz bemalol. Sababi hozirda bizada o'sha tutorlar uchun alohida ballar ajratilgan, ya'ni tutor points va university points hamda rector points tizimlari bor. Demak, university points hamda barcha shu tutor points, university points va rector points tizimlarimiz bu talabani bahosini yaxshilash uchun xizmat qiladi. Ya'ni u unga qo'shimcha imkoniyat beradi imtihon bahosini yaxshilash uchun. Va hammani yaxshi xabari bor, bir necha bor e'lon berildi bu bo'yicha va talabalar o'zlarini demak erishgan yutuqlarini platformaga yuklashdi va bu ballar hammasi hozir raqamlashtirilmoqda. Bu tizim, ya'ni tutor point ham, university va rector point tizimlari ham raqamlashtirilgan va siz aytib o'tgandek kamchiliklar kelgusida bo'lmasligi uchun harakat qilinmoqda. Ya'ni o'z vaqtida shu imtihonlardan oldin bu ballar e'lon qilinadi. Ya'ni barcha talaba imtihongacha o'zi to'plagan qo'shimcha ballari haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarimizni kuzatib borishsa, bu bo'yicha qo'shimcha axborot berib boramiz yana. Albatta. Va keyingi bizani qiziqtirayotgan savol bu kontrakt masalasi. Ya'ni har yilni boshida va yilni oxirida bizni qiynab keladigan muammolardan bittasi talabalarni ham shu qatorda. Va bu yil shunaqa yengillik chiqdiki, kontraktni agar darsga qatnashish 75% dan va undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, kontraktdan cashback deb aytildi. Bu qanchalik to'g'ri va buni qanday biz qaytarib olsak bo'ladi? Boya yaxshi masala ko'tarildi, ya'ni davomat masalasi. Aslida talabani darsga qatnashishi birinchi navbatda o'zi uchun foydali. Ya'ni darsga qatnashgan talaba o'sha darsda to'liq ma'lumot oladi o'qituvchidan, ma'ruzadan, amaliyotdan va keyinchalik uni tatbiq eta oladi. Ushbu olgan bilimlarini. Bu bilim olish uchun birinchi qadam. Ana endi bizda demak shunaqa tizim yo'lga qo'yildi bu yildan boshlab, ya'ni bu yili kontrakt to'lovidan maxsus cashback berish tizimi. Ya'ni u 75% darslarga qatnashsa, demak to'liq qatnashsa, u holda unga 12% miqdorida kontrakt summasidan cashback beriladi. Va bu summani u bemalol o'zini keyingi kontrakt to'lovlari uchun ishlata oladi. Demak, bu yana bir marta qaytarib o'taman, hammasi talabalarimizga qo'shimcha imkoniyat yaratib berish uchun. Aslida yana aytaman, talabani darsga qatnashishi bu birinchi talabani majburiyati. Albatta. Va lekin biz hozir unga qo'shimcha yana imkoniyat, qo'shimcha motivatsiya berish maqsadida shu kabi tizimlarni yo'lga qo'ydik. Rahmat Otagon. Ishonch bilan ayta olamanki, Turin Politexnika universitetida o'qish bu juda qiyin. Ya'ni bu yoqqa topshirmoqchi bo'lgan studentlardan va o'qiyotgan studentlardan hammasidan shunaqa feedback olamiz. Bu rostdan ham qiyin. Va shu bizning talabalarimizga 3 ta qanday yaxshi maslahat bergan bo'lardingiz? Demak, ochig'i, misol uchun universitetda o'qish qiyin degan tushuncha aslida bu qaysidir ma'noda nima deydi, nisbiy tushuncha. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, sababi men juda ham ko'p qaytarib o'taman bu narsani, ota-onalar bilan muloqotda, talabalar bilan muloqotda harakat qilgan talaba har doim o'zini oldiga maqsad qo'ysa, o'sha maqsadlarga erishib keladi. Sababi u o'z oldiga vaqtida imtihonlardan o'tish, vaqtida fanlarni yopish maqsadini qo'ygan bo'lsa, o'shanga qarab to'g'ri yo'lda intilsa, demak u o'z natijasiga erisha oladi. Albatta, o'qish qiyin. Bu barcha davrlarda, barcha vaqtlarda xuddi shunday bo'lgan. Yaxshi o'qish uchun yaxshi harakat qilish kerak, ko'proq harakat qilish kerak. Kerak bo'lsa, aytadi-ku, uxlamasdan o'qish kerak ayrim vaqtlarda. Va 3 ta asosiy beradigan, demak, ma'ni nima deydi, nasihat emas, endi maslahat deylik. Endi halicha nasihat beradigan yoshda emasmiz. Maslahatimiz, demak, bu mas'uliyat, birinchisi, ikkinchisi halollik va uchinchisi intizom. Agar shu 3 ta narsani birdek o'zida mujassam qila olsa talaba, oldiga qo'ygan har qanday maqsadga erisha oladi. Rahmat Kattakon maslahatlaringiz uchun. Bizni talabalarni, ya'ni bir yilda 2 marta fobiyamiz bor. Bu degani bu imtihon, ya'ni qishki sessiya va yozgi sessiya.
Shunda imtihonlarga kirishdan oldin talabalar nimalarga e'tibor berish kerak? Imtihonga kirishdan oldin albatta o'ziga ishonish kerak. Qachonki o'ziga ishonch bo'lsa, ana o'shanda qolgan barcha eshiklarni ochish mumkin oldida turgan. Buning uchun nima qilish kerak? Albatta yaxshi tayyorlanish kerak. Darslarga o'z vaqtida qatnashish kerak, boya aytganimizdek. O'z vaqtida ustozlaridan bilimlarini olish kerak. Ustozlarimiz har doim tayyor, qo'shimcha demak maslahat berishga, unga qo'shimcha vaqt ajratishga hech qaysi ustozimiz, men ishonib ayta olaman, kelib talaba yordam so'rasa, unga rad javobini bermaydi. Barcha ustozimiz tayyor bunga har doim. Qo'shimcha advising soatlari qo'yiladi. Undan hammaning yaxshi xabari bor. Shu sababli asosiy masala bu yerda talabani o'ziga bo'lgan ishonchi va yaxshi puxta tayyorgarlik. Va albatta halollik. Bu yerda qo'shimcha qanaqadir yo'llarni, ya'ni hammamiz aytadigan cheating va hokazo, misol uchun bunaqa narsalarni agar o'ylaydigan bo'lsa, unda o'sha aytib o'tganimizdek birinchi oldiga qo'ygan maqsad noto'g'ri bo'ladi aslida. Va albatta u keyinchalik muvaffaqiyatsizlikka olib keladi. Demak, telefondan foydalanish, mikronaushniklar ishlatish, bu albatta barchasi bularning barchasi yomon oqibatga olib keladi. Birinchidan, ikkinchidan, bunaqa holat aniqlanganda talaba demak imtihonlardan chetlashtiriladi. Umuman sessiya davridan chetlashtiriladi talaba. Butun boshli sessiyadan chetlashtiriladi. Shu sababli ham demak qat'iy uni ogohlantirish sifatida ham qarab etish mumkin. Ya'ni talabalardan bunaqa qo'shimcha nima edi vositalardan, demak elektron vositalardan foydalanishni maslahat bermaymiz. Rahmat kattakon. Mana bilasizki, imtihon davri, ya'ni 1 oy, 1,5 oy davom etadigan imtihon juda stress bo'lib o'tadi. Nafaqat talabalar uchun, balki dekanat xodimlari uchun, tutorlar uchun, barcha uchun stress bo'ladi. Shunda ba'zan odamimiz, inson faktori xatolikka yo'l qo'yib qo'yishimiz mumkin. Masalan, imtihon jadvallari ba'zida noto'g'ri chiqib qoladi yoki platformada qandaydir xatoliklar bo'lib qoladi. Buni kelajakda tuzatish uchun qandaydir choralar ko'rilmoqdami? Albatta, hozirgi kunda universitetimiz tomonidan qo'yilgan asosiy vazifalardan biri ham, ya'ni umuman tizimni raqamlashtirish va bu raqamlashtirish orqali barcha jarayonlar, nafaqat imtihon jarayoni, demak o'qish jarayoni va hokazo, ya'ni talaba qatnashishi mumkin bo'lgan barcha jarayonlar to'liq raqamlashtirilgan holatga o'tkazish. Va bu orqali hammaga birdek imkoniyat yaratib berish, ya'ni u osonlik yaratish va bu orqali talabalar demak ushbu platformalar, maxsus platformalar orqali imtihonlar jadvali, imtihonlar xonasi, demak qaysi tartibda bo'ladi imtihonlar, tartibi, hammasini birdek o'shalar bo'yicha ma'lumotga olishi mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda yana bitta narsa, ba'zi bir imtihonlarda misol uchun savollar noto'g'ri ketsa yoki qanaqadir texnik xatoliklar o'tgan bo'lsa, unda albatta talaba shikoyat, ya'ni apellyatsiya bilan murojaat qilishi mumkin va bu holatda uning apellyatsiyasi albatta o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqiladi. Tushunarli. Imtihon mavzusini ochdik, ustoz. Bunda yana qo'shimcha savolim bor meni. Ya'ni bilasiz, bitta fanni o'tish balli har bitta fan 18, ya'ni maksimum pointi esa 30. Shunda ba'zi bir talabalarimiz imtihondan yiqilishadi. Ba'zi bir emas, ko'plab. Shu yiqiladigan talabalar, fanni vaqtida topshira olmaydigan talabalar kelajagiga qanaqa ta'sir qiladi bu fanlardan o'ta olmaslik? Aslida bitta narsa, fanlardan o'ta olmaslik bu yakun emas. Ya'ni talabani hayotini nima deydi, oxiri yoki boshqa narsa emas bu. Hali oldinda imkoniyatlar ko'p. Universitet imkoniyat yaratib beradi talabaga. Bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanish talabani o'zini qo'lida. Qanchalik u o'z ustida ishlasa, shunchalik muvaffaqiyatga erishadi, shunchalik o'zini kutgan natijasiga erishadi. Shu sababli ham to'g'ri aytdingiz, boya fobiya bo'ladi, imtihon va hokazo. O'zimiz ham talaba bo'lganmiz, o'zimiz ham imtihon topshirganmiz. To'g'ri, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, lekin bunga qo'rquv bilan emas, ishonch bilan qarash kerak, boya aytganimdek. Agar o'ziga ishongan talaba bo'lsa, u albatta imtihonlardan o'tadi. Chunki ishonch o'z navbatida boshqa faktorlarni yetaklab keladi. Tayyorgarlik,
va hokazo. To есть ishonch bo'lgan talaba bemalol o'zini ustida ishlagan holda men shundan o'taman degan maqsad oldiga qo'ya oladi imtihondan. Demak, stressga tushish kerak emas. Umuman stressga tushish kerak emas bu yerda. Qaytangi o'zini ustida ishlash kerak. Hozir vaqt, hozir imkoniyat. Bu yerda misol uchun bir marta imtihondan o'ta olmasa, bu keyingi eshik bor hali. Keyingi eshikni ochish mumkin bemalol. Endi ustoz, imtihon davrida bizni Telegram ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali qaysi talaba imtihonga kira oladi yoki kira olmaydi ro'yxatlari har doim yuborib turiladi. To'g'ri. Shunda bu vazifalardan tashqari dekanat va tutorlarni imtihon davridagi ish qanaqa bo'ladi? Demak, talabalar ishlash boshqarmasi imtihon davrida imtihonlarni to'liqligicha nazorat qiladi. Ya'ni imtihonlarga talabalarni kirishi va ularni imtihon jarayonida qatnashishi to'liq nazorat ostida bo'ladi. Bu yerda o'tganimizdek ro'yxat shakllantiriladi. Ya'ni talabalar demak, qaysidir talabalar agar ularni davomati past bo'lsa, birinchi imtihonga qo'yilmaydi. Bu ham hammasi universitet nizomida yozilgan. Ya'ni 25% dan ko'p darslarni qoldirgan bo'lsa, talabalar demak imtihonga qo'yilmaydi. Shu sababli aynan shu kabi holatlarni oldini olish uchun, shu kabi holatlar to'g'ri shakllantirilishi uchun bu yerda barcha birdek mas'ul. Misol uchun aytaylik, men imtihonda minimal ball, ya'ni 18 ballni to'play olmadim. Va imtihonda, ya'ni kompyuterda savolda xato borligini topdim. Lekin bilaman, bu testlar bitta tekshiruvdan emas, bir nechta tekshiruvdan o'tadi. Lekin baribir xato topdim yokida natijamdan noroziman. Unda qanaqa to'g'rilasam bo'ladi buni? Shikoyatimni qayerga aytishim kerak? Demak, har bitta fan bo'yicha apellyatsiyani o'rnatilgan tartibda ariza bilan murojaat qilinadi talabalar bilan ishlash boshqarmasiga va aynan shu apellyatsiya tegishli fan mas'ullari bilan birgalikda ko'rib chiqiladi. Bu yerda demak, fan o'qituvchisi, kafedra mudiri jalb qilingan holda ushbu natijalar qaytadan ko'rib chiqiladi. Agar asosli bo'lsa. Endi shu ekzamen periodi, ya'ni ekzamen davri 1,5 oy yoki 1 oy muddat juda stress va bosim ostida o'tadi barcha uchun. Shunga sizni shaxsiy tavsiyangiz talabalarimiz uchun nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Demak, biroz aytib o'tib ketdim bu bo'yicha ham. Demak, imtihondan hech qachon qo'rqish kerak emas. Buni imkoniyat deb qarash kerak har doim. Bu talabani bilimini baholash mezoni, boshqacha qilib aytganda. Agar u hozirgi vaqtda ushbu mezonlarga javob bera olmasa, demak u o'zini ustida ishlash kerak. Unda qo'shimcha imkoniyat bo'ladi buni isbotlash uchun. Ya'ni talaba isbotlay olishi kerak nimalarga qodirligini. Mana podkastimiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda va oxirgi savolim, ya'ni talabalarimiz uchun imtihon davrida yoki umumiy agar tilaklaringiz bo'lsa talabalarimizga maslahatlaringiz bo'lsa, ya'ni talabalar ishlash boshqarmasi boshlig'i emas, ustoz sifatida bo'ladimi yoki do'st sifatida bo'ladimi, qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Albatta, barcha talabalarimizga shuni aytib o'tishimiz mumkinki, oldingizga qo'ygan maqsad sari har doim olg'a intiling. Bu o'qishda ham, keyingi hayot yo'lingizda ham, egallaydigan kasbingizda ham asosiy mezonlardan biri bo'lishi kerak. Maqsad sari intilish va to'g'ri yo'lni belgilab olish. O'zini oldiga vazifa qo'yish kerak albatta. Har bir inson oldiga vazifa qo'yish kerak. Kerak bo'lsa kunlik vazifa qo'yish kerak. Men bugun bu ishlarni qilishim kerak, bu yo'l bilan qilishim kerak va buni bitirishim kerak. Ana o'shanda oldiga qo'ygan maqsad sari erishish uchun unda yo'l xaritasi paydo bo'ladi oldida. Demak, qaysi yo'l bilan yursam, qaysini birinchi egallasam, ana o'shanda bu muvaffaqiyatga erishishim mumkin. Shu sababli ham kelayotgan imtihonlarda o'zingizga ishonch bilan imtihonlarda qatnashing, o'zingiz ustida ishlang. Agar biror bir misol uchun savollaringiz, muammolaringiz bo'lsa yoki fandan tushunmaydigan joylaringiz bo'lsa, albatta professor o'qituvchilariga murojaat qiling. Bu yerda yana qaytaraman, imtihon bu faqatgina sizni hozirgi vaqtdagi olgan bilimlaringizni baholovchi mezon. Shu sababli bu narsaga
bir imkoniyat sifatida qarash kerak va o'zini ko'rsatish uchun imkoniyat sifatida qarash kerak. Barchaga kelayotgan imtihonlarda omad tilab qolaman. Demak, oldingizga qo'ygan maqsad sari doimo olg'a intiling. Tashrifingiz uchun rahmat ustoz kattakon. Rahmat. Ilk mehmonimiz bo'lganingiz uchun ham katta rahmat. Bu biz uchun juda katta mas'uliyat va faxr deb ayta olaman va xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa sizdan uzr so'raymiz. Rahmat kattakon. Rahmat kattakon Ismoil. Albatta bu podkast hali rivojlanib borishi tilakdoshiman va bunaqangi podkastlar albatta universitetimizda talabalar bilan universitet o'rtasida asosiy bog'lovchi vositalardan biri bo'lib qolishiga ishonaman. Rahmat. Rahmat kattakon. Rahmat. Bo'ladimi? Ro'yxatlarni olamizmi qaytadan? Normalmi? Hozir men tutilgan joylarim bor, uni kesib yuboramiz chunki men boshdan aytib ketdim-ku.